Yo bolalar, barchalarga salom, sog'lom Minecraft. Va biz hozir FaceTime serveriga kirganmiz. Bu yangi anarxiya server. Bedrock uchun hozirda 6 ta odam o'ynayapti. Versiyasi 1.50 dan boshlab 1.51 gacha bemalol kirib o'ynashlar mumkin. Bugun biz spawnni hozir ko'rib chiqamiz. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin regionlar bor. Bu yerda ba'zi qurib bu regionni shopdan sotib olib ba'zilarga qo'ysalar hech kim narsalarni buza olmaydi. Hozir mana bu yerda mine bor. Bu yerdan bemalol resurslarga urib uni sotishingiz mumkin va pul bo'yicha to'plarda turishingiz mumkin. İçinde olmos va nezeritlar ham bo'ladi. Buni bemalol olishingiz mumkin, faqat yaxshiroq kirka kerak. Hozir bitta sehrlash stoli ham bor. Hozir biz shu sehrlash stolga keldik va bu nimaga ochilmayapti? Lag bo'lyapti. Endi ochilib ketdi. Bitta bemalol 30 daraja olib sehrlashingiz mumkin, faqat darajasi ko'proq kerak. Va mana bu yerda donut case bor. Buni tokenlar yordamida ochsanglar va ichidan kerakli narsalar tushadi. 3x uch kirka tushib qolishi ham mumkin, buldozerga o'qitilgan. U bilan ko'p narsalar qilsanglar bo'ladi. Va mana bu yerda RTP joy bor. Randomly teleport. Ustiga sakrasanglar yoki chatga unducha bilan RTP yozsanglar, randomli joyga teleport bo'lasizlar. Va mana bu yerda AFK xona va ikki kirib olib bemalol ko'rgan narsalarni eritishingiz mumkin. Va bu yerda ko'mir qolib ketibdi. Va bu eshikdan yoniga kelsanglar o'z eshigi ochilib ketadi. Bu yerda tokenlar bor, top tokenlar legendarda 10 ta bor ekan. Va bu keyingi yangilanishda tokenlarni tushadigan boss ham qo'shilishi kutilmoqda. Bu yangilanishni kutib qolamiz. Agar yangilanish chiqsa, yana yangi video olamiz. Va bugun menimcha obzor hozir komandalarni ko'rsatib chiqaman. Shu bilan videoni tugatamiz. Bitta chatga help yozamiz va hamma komandalarni ko'rishingiz mumkin. Buni bemalol serverga kirib tanishib chiqasizlar. Va yangilanishda yangilanish kelyapti. Taxminan bir haftalarga kelib qoladi. Hozir u yerda kod qo'yib register qilsanglar ham bo'ladi. Bas nikingiz bilan hech kim kira olmaydi. Menimcha bugungi videoga shular ham yetadi. Yoki keyingi videoda eventlarni obzor qilamiz. Buni kommentga yozib keting. Sizlar bilan Minecraft bo'ldi. Hammaga